Lutfi, media, fan texnika, cheklik, shirkati, sizib, harakat berib, kirishtirib, ovoz berib, ishladi. Karton ko'rma, bilim olma, baqatdiz. Urumchi danishmand kitobchilik cheklik shirkati baqatdiz qoladi. Aloqalashish nomeri 0991 881 44 46 139 99 40 25 90. Bug'u bilan shir. Yiroq desa yiroq emas, yaqin desa yaqin emas bir joyda nurg'un hayvonotlar yashaydi ekan. Shir peshig'irim issiqda tulki bilan oftobsinib o'ltirib, Tulkijon, chashqon necha yil umr ko'rdi deb baqa. Endi shu aka, bu mushukning insobiga bog'liqligini. Savoq tashla baqqa parayli. Kitap o'qib kech kirganni sezmay qolayli. tash ustida uxlab aram elayotgan shir bu ovozni anglab uyg'onib ketdi. Biri naqsh aytyotamdi nima? Berib baqaychu. Buğa naqshi aytqach, o'sdan bo'ygan suv ichkil kepti. Hamda suvdagi sho'lisini ko'rib, "Voh, mening bu mungizim nima degan chiroyliq a? Shoxchilari nima degan ko'rkam? Jahonda buningdan ortiq chiroyli mungiz bo'lmasa kerak. Hey, lekin mushu putlarim ajabmi qisqa, ham satkan desa, ajab o'sh bo'ldim bu putlarimga. Bu bir bug' ekan-ku. Uni kasni ya bo'lmasa bo'ynini bir tishlab, qo'zg'imni to'yg'izaychu. Aldirmay. shu asnoda shir chimliq orasidan sakrab chiqibdi-da, bug'ini qo'g'lashga boshlabdi. To'xta! Men seni bir tishlab olay. Sen meni tutolmaysan. Buğa qo'rqib ketganligidan jinining baricha soyliqqa qarab yugurib qochibdi. Shir bug'ining kaynidan shamoldek yugurib qo'g'labdi, lekin yetisholmabdi. Voy, mening mungizim shoqqa ilinib qoldi. Voy jon, men qechishim kerak. Buğa kuchab shoqchilarni sundirib etib qochibdi. Taliga bug'i qutulib qilib, davomli yugurib qochibdi. Nima degan tiz yuguraydi bu bog'a? Putlarim og'rib ketdi. Bo'ldi, qo'g'lamay. Buğa oxiri shirdan qochib qutulibdi. Hey, men xatolashibdiman. Men yaratmagan putum jinimni qutuldirgandi. Men tamanno aylab maqtangan mungizim meni shirg'a tutqizib qo'yg'ili tas qoldi desa, Shuning bilan buğa o'zining xato so'zligini his qilib, cho'ng savoq qapti. Javhar. Omoqlar, bizmi o bug'uga o'xshash beshim bek cho'ng, lekin burnim bek chiroyli demayli. Qo'limizning o'zining alaydiligi bor. Putimizning o'zining alaydiligi bor. Hamma a'zoyimizning o'ziga xos ortiqchiligi bo'ladi. 5 a'zoyimizning sog', to'liq bo'lishi baxtimiz shu. Siz eng yaramliq, siz eng go'zal. Karton darsi. Xanzu tili so'zlik o'rganish qismi. Men olmayman. Rahmat. 谢谢 rahmat. Arzimaydi. 别客气 别客气 arzimaydi. Xayr xo'sh. Xo'sh. 再见 再见 xayr xo'sh. Diqqatingiz bizning salonimizda bo'lsin. Lutfi shirkat salonini qitib olishni unutmang. Bu salonni do'stlaringizga tavsiya qiling.